Siz bu barmoq harakatini yuzlab marta qilasiz. Broker ilovasida sotib olish tugmasini bosasiz. Yashil raqam yonadi, grafik yuqoriga emaklaydi. Ozingizni Wall Street borisi kabi his qilasiz. Boshingizda film musiqasi yangraydi. Bir yildan keyin shaxsiy yaxtangizda kokteyl ichayotganingizni tasavvur qilasiz. To'xta, fantaziyani ochir. Siz hozirgina shunday bir harakat qildingizki, uning asl ma'nosini yangi boshlovchilarning 90% tushunmaydi. Siz ozingizni birjada o'ynayapman deb o'ylayapsizmi? Tizimni ayyorlik bilan yengdim deb o'ylayapsizmi? Katta ehtimol bilan aynan shu paytda tizim sizni yengdi. Siz shunchaki qimmat kostyumdagi amakiga oz qon bilan topilgan pullaringizni topshirdingiz, aslida nimani sotib olganingizni tushunmasdan. Bugun men Invest Mushuk sizga o'sha muqaddas tugmani bosganingizda jismonan nima sodir bo'lishini aytib beraman. Biz fond bozorining niqoblarini yulib tashlaymiz. Nega broker sizning do'stingiz emas, balki siz foyda qilasizmi yoki yo'qmi, umuman qiziq bo'lmagan, qonuniy diler ekanini tushuntiraman. Sizning pullaringiz bir soniya ichida qayerga g'oyib bo'lishini va haqiqiy investor bilan katta amakilar tomonidan qirqiladigan homiyaki o'rtasidagi farqni tahlil qilamiz. Bu kanalda biz oson pul va plyajdan turib trading qilish haqidagi ertaklarga ishonmaymiz. Biz iqtisodiy reallik granitini gajaymiz. Qulayroq o'tiring, kalkulyatorlarni oling. Ha, ular kerak bo'ladi. Biz fond bozorini disseksiya qilishni boshlaymiz. Keling, rostini aytaylik, ko'pchilik odamlar birjani kazino deb o'ylaydi. Qizil, qora omad bo'lsa, bo'ldi. Instagramdagi guruhlar sizga grafiklarni ko'rsatib, mana bu yerda uchburchak, bu yerda bosh va yelkalar. Bos tugmani, boy bo'lasan deyshadi. Bu yolg'on. Bu kambag'allar uchun muvaffaqiyatli muvaffaqiyat. Bozor kazino emas. Bozor, bu bozor. Ulkan, raqamli, shafqatsiz bozor. Siz Gazprom yoki Sber aksiyasini 200 rublga sotib olganingizda, bu pul havoga uchib ketmaydi va kompaniyaga ham bormaydi. Kompaniya o'z pullarini allaqachon birjaga chiqqan paytda olgan. Hozir esa siz qog'ozni boshqa bir odamdan sotib olyapsiz. Sizga o'xshagan oddiy vasiy yoki foydasini siz orqali fiksatsiya qilishga qaror qilgan yirik fonddan. Tasavvur qiling, siz ulkan olomon ichidasiz. Siz baqirasiz, 200 ga olaman. Boshqasi baqiradi, 201 ga sotaman. Broker, bu shunchaki sizni qolingizdan ushlab savdoga olib boradigan odam va buning uchun komissiya oladi. Aksiya ko'tariladimi yoki tushadimi, unga baribir. U savdo faktining o'zidan pulini olib bo'ldi. Siz hali hech narsa topmadingiz, lekin sizdan allaqachon bir bo'lak uzib olishdi. Endi chuqurroq kovlaymiz. Aksiya aslida nima? Bu ilovadagi satr emas. Bu mulk huquqi va asosiy tafakkur tuzog'i mana shu yerda. Siz do'konda yangi iPhone sotib olganingizda, siz iste'molchisiz. Siz 100 ming rubl berasiz va u pullar abadiy ketadi. Siz kambag'allashasiz, tizimni boqib qo'yasiz, Apple aksiyadorlarni boyitasiz va ularning oziq-ovqat zanjiridagi boginga aylanasiz. Ammo siz investitsiya ilovasida sotib olish tugmasini bosib, Apple aksiyasini olganingizda sehr sodir bo'ladi. Siz lageringizni o'zgartirasiz. Siz endi yem emassiz, siz yirtqichsiz. Endi dunyoda sotib olinadigan har bir iPhone siz uchun ishlaydi. Har bir telefondan mingdan bir qism tiyin bo'lsa ham, bu sizniki. Sotib olish tugmasining ma'nosi narx sakrashidan pul qilish emas. Ma'no siz uxlayotganingizda ishlaydigan biznesning bir bo'lagini sotib olishda. Yangi boshlovchi nima qiladi? U investitsiyani qimorga aylantiradi. Aksiya 5% ga ko'tarilganini ko'radi, qo'llari qichiydi, sotish kerak, foydani olish kerak. Sotishni bosadi, yana komissiya. Keyin narx tushadi, sotib olishni bosadi, yana komissiya. Kalkulyatorlarni oling, hisoblaymiz. Agar siz oyiga 10 ta bitim qilsangiz va kapitalingiz 100 ming rubl bo'lsa, broker komissiyalari, spreadlar, narxlar farqi va soliqlar bilan bir yilda kapitalingizning 10 yoki 15%ni shunchaki shovqin uchun tizimga berib yuborasiz. Siz broker, birja va soliq tizimini boqasiz. O'zingiz uchun emas, infratuzilma uchun ishlaysiz. Bu ahmoqlik va sabrsizlik soligi. Haqiqiy pullar asabiy tugma bosish bilan qilinmaydi. Haqiqiy pullar zerikarli kutish bilan qilinadi. Warren Buffett har 5 daqiqada ilovaga qaramaydi. U biznes sotib oladi va uni 10 yillab ushlab turadi. Yana bir sukut qilinadigan jihat bor. Ekranning narigi tomonida kim turibdi? Siz sotib olishni bosganingizda, siz algoritmlar, soniyasiga millionlab yangiliklarni tahlil qiladigan robotlar, milliardlab budjetga ega banklarga qarshi ringga chiqyapsiz. Siz chindan ham Ashotdan Signal degan Telegram kanalini o'qib, Goldman Sachs superkompyuterini yengaman deb o'ylaysizmi? Bu o'zingizni aldash, spekulyatsiya qilish, Ferrari'ni velosipedda quvib yetishga urishdek gap. Albatta, agar Ferrari buzilsa imkon bor, lekin statistika sizga qarshi. Xo'sh, nima qilish kerak?
Umuman tugmani bosmaslikmi? Pulni inflyatsiya yeb yuboradigan matras ostida saqlashmi? Yo'q, bosish kerak. Lekin sovuq aql bilan. Birinchi qoida: hissiyotlarni ochiring. Bozor sizda qo'rquv va ochkozlik uyg'otish uchun yaratilgan. Qizil rang vahima, sot. Yashil rang euforiya, sotib ol. Bu biologiya. Market makerlar miyangiz qanday ishlashini sizdan ham yaxshi biladi. Qarama-qarshi harakat qiling. Hammaga qo'rqinchli bo'lganda sotib oling. Har tomondan inqiroz. Hammasi tugadi deb baqirishganda, aynan shu paytda aktivlar zaif qollardan kuchli qollarga o'tadi. Aqlli pullarga kuchli qolib oling. Ikkinchi qoida: tushunadigan narsangizni sotib oling. Bir kunda 100% osgani uchun Roge va Copita kompaniyasini olmang. Atrofingizga qarang. Siz magnitga borasiz, Lukoilda yoqilg'i quyasiz, Sperdan foydalanasiz. Bu real bizneslar. Ular har kuni sizdan pul ishlayapti. Endi siz ham ulardan pul ishlang. Oddiy iqtisodiy batareya bo'lishni bas qiling. Uning benefitsiyariga aylaning. Sotib olishni bosing va ilova parolini 1 yilga unuting. Bu 99% odamlar uchun eng yaxshi strategiya. Ishoning, psixikangiz sizga rahmat aytadi, hamyoningiz esa 10 yildan keyin hayratlanadi. Fond bozori bu sabrsizlardan sabrlilarga, oson pul izlaganlardan kutishga tayyor bo'lganlarga boylikni qayta taqsimlash mexanizmi. Aksiya bu zavod, quduq, do'kon ekanini, telefondagi raqam emasligini anglaganingizda hayotingiz o'zgaradi. Siz yangiliklardan qaltiramaysiz, analitik prognozlarga tupurasiz, siz bilasiz. Odamlar ovqat yeb, kasal bo'lib, qo'ng'iroq qilib, mashinada yurgan ekan, siz boyiverasiz. Mening Telegram kanalida sotib ol sot signallari yo'q. Men yiliga 1000% va'da qilmayman. Men bozorni qanday qilib davlat pensiya yoshini oshirayotgan paytda o'zimga pensiya yaratish uchun ishlatayotganimni ko'rsataman. Havola tavsifda. Brokerlarni komissiya va orzular bilan boqishni bas qiling. Kapitalni gishtma-gisht qurishni boshlang. Zerikarli va ishonchli. Endi esa jarohatlangan jangchilarni sanab chiqamiz. Izohlarda portfelingizdagi eng yog'li minus qaysi aksiyada ekanini yozing. Qaysi joyda o'ynab, gurular yoki yangiliklarga ishonib kuyib qoldingiz? Gazprom 390 da. Virgin Galactic. Uyalmaning, bu yerda hamma o'zimizniki. Tan olish va xatolar, homiyak bo'lishni to'xtatish yo'lidagi birinchi qadam. Qaysimiz bu mavsumda birjaning bosh homiysi ekanini ko'ramiz. Siz bilan Invest mushuk edi. Tugmalarni hissiyot bilan emas, aql bilan bosing. Ko'rishamiz.